Alo, ha, seni qarzing bor edi mendan, ha, bo'ldi, kechdim o'shandan. Deydi-da qo'yadi. Birodar, kechishlikni ham chiroyli suhbat bilan qiling. Keling, yana pul bering unga. Sen muhtojsan deng. Yana shuncha bering. Va bunisi ham oldingizda ham qarz emas, senga ehson deng. Nega? Nega deysizmi? Birodar, siz gunoh qilyapsiz. To'g'rimi? Sizni namozdan qarzingiz bor, ro'zadan qarzingiz bor, Allohning oldida qarzdorsiz. Qarzni to'lamay turib yana Alloh beryapti-ku sizga. Biz qarzdorga yana pul berishligimiz kerak desak nega deydi? Qanday nega? Siz o'sha holatdasiz-ku o'zingiz. Qarzingiz mana shu yeringizgacha to'la olmaysiz uni. Bir umr ibodat qilsangiz ham to'la olmaysiz Allohga. Alloh yana beryapti-ku. Siz birodar, qarzdorni haqqoniy ravishda u muhtoj bo'lsa chaqiring.